Alvido Comfort skuterga marhabo akalar, skuterni boru jinnisi, lyuks salon. Ko'ringlar-da, stiklopodъемныйni ko'rsating. Ayni chiqib shuni qarang, hech qaysi skuterda bo'lmagani. Skurlari ham avtomat korobka, nitralka, orqaga, oldiga rushnoylari bor. Pultlari ham akalar ko'bulti pultidan vashi 10 bo'lsa 10. Monitorlari BYD'dan ham yo'q akalar, tepada konditsionerlari ham bor. Pechkalari 20 gradusgacha isitadi, lekin stiklopodъемныйga maza qilib Xo'p, amortizatorlari 12 ta amortizatorli orqalari shalandani bortidan qo'yilgan. Mana bu narsalar akalar generator bo'ladi. 3 litr benzin bilan 100 km bemalol yuraveradi. Bu degani zaryadi umuman tugab bo'lmaydi. Balonlari 17 lik balon orqalariga bemalol 1 tonna yuk olaveradi. Endi bu akkumulyatorga keladigan bo'lsa 6 ta akkumulyatorli tezlik 70 ga chiqadi, zaryadi 70 km yuradi akalar. Endi bu nima deydi? Oldi dvornikni ham ishlashini bitta ko'rsatib qo'ying. Hali qolgan skuterlarda yomg'ir yog'adigan bo'lsa chekkaga to'xtab olasiz. Bunda umuman chekkaga to'xtash yo'q. Narxi $1800. Pastki nomerlarga aloqa qilsangiz, moshina qilib yetkazib berishadi. Sog' bo'linglar.